Hurmatli ota-onalar, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining may.maktab.uz tizimida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining farzandlarini xorijdagi maktabdan O'zbekistondagi davlat umumta'lim maktablariga ko'chirish xizmati joriy etilganini ma'lum qilamiz. Ushbu yo'riqnomada ro'yxatdan o'tish ketma-ketligi ko'rsatib o'tiladi. Asosiy oynadagi ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Birinchi qadam. Shaxsiy mobil raqam orqali ro'yxatdan o'tiladi. Bunda ixtiyoriy parol o'ylab topiladi va mobil raqamga kelgan SMS kodni kiritish orqali ro'yxatdan o'tish tasdiqlanadi. Ikkinchi qadam. Ekranda ochilgan maxfiylik siyosati qoidalari bilan tanishib chiqilgandan so'ng roziman tugmasi bilan tasdiqlanadi. Uchinchi qadam. Navbatdagi sahifada fuqarolik qatorida O'zbekiston fuqarosi tanlanadi va keyingisi tugmasi bosiladi. To'rtinchi qadam. Shaxsiy ma'lumotlar sahifasida ariza to'ldiruvchining pasportdagi hujjat seriya raqami va tug'ilgan sanasi kiritilib, qidirish tugmasi bosiladi. Sahifaning manzil qismida fuqaroning ichki ishlar bazasida aniqlangan doimiy ro'yxatdan o'tgan manzili chiqadi. Keyingisi tugmasi bosiladi. Beshinchi qadam. Navbatdagi sahifada bolaning ma'lumotlari oynasi ochiladi. Birinchi maydonda hujjat turi tanlanadi. Ariza beruvchining qarindoshlik darajasi belgilanadi. Quyidagi maydonlarda farzandning shaxsini tasdiqlovchi hujjatning seriya raqami va tug'ilgan sanasi kiritilib, qidirish tugmasi bosiladi. Ma'lumotlar ko'ringandan so'ng avval qo'shish, so'ng yakunlash tugmasi bosiladi. Oltinchi qadam. Keyingi sahifada xorijdagi maktabdan o'quvchilarni ko'chirish xizmati tanlanadi va qo'shish tugmasi bosiladi. Yettinchi qadam. Ariza shakliga kerakli ma'lumotlarni kiritamiz. Birinchi maydonda farzand tanlanadi. Keyingi maydonlarga ta'lim olgan mamlakati, o'qigan sinfi va ta'lim olgan tili kiritiladi. Pastki qismga o'qish ko'chirilayotgan maktab to'g'risidagi ma'lumotlar to'ldiriladi. Maktab joylashgan hudud, maktab raqami va ta'lim tili. Biriktirilishi kerak bo'lgan fayllar qatoriga o'quvchining xorijiy davlatda ta'lim olganligini tasdiqlovchi hujjat va xuddi shu biriktirilgan hujjatning notarial tasdiqlangan tarjimasi kiradi. Kerakli fayllar yuklanganidan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. Keyingi oynada shakllantirilgan arizani ko'rishingiz mumkin. Arizadagi yuborish tugmasi bosilib, SMS kod orqali tasdiqlanadi. Arizaning holati maktabga yuborildi holatida ko'rinadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni kuchukcha maymaktab_uz Telegram kanali yoki 71 203 07 04 raqami orqali olishingiz mumkin.